Umarova Dilfuzaman, yoshim 22da. Bu mahsulotni 2,5 yil oldin biz onkologiya kasalligining boshlanishi, o'g'limda suyak yemirilishi natijasida qo'l sinish oqibatida 2-3 joyga borib, gips qildirib qo'yib, doktorlarga ko'rsatganimizda hech kim hech narsani aniqlay olmadi va oxiri Jeksovga borib, ular suyak yemirilishi va bu onkologiyaning boshlanishi deganda to'g'risi men shokka tushganman va operatsiya buyurildi. Operatsiyani 2-kunida doktor bizga Hindistondan $450 bitta ampul olib kelib, 1 oy davomida shu bolaga qilasiz dedi. Yolg'iz ona bo'lganim uchun bu menga problema bo'lib, doktorga doktor bizni qo'limizda yaqinda mana qizim o'zi hamkor bo'lgan, mana shunaqa kalsiy nimasi bor deganimda, opa, to'g'risi bu mahsulot siz bilmayman, aytgan narsani qilsangiz-chi dedi. Xo'p deb mana shu Yaponiyadan olib kelishni imkoni bo'lmay turib, vaqtni o'tkazib yubormaydi. Marjon kalsiyni iste'mol qildira boshladim bolamga. 4 oyga deb qo'ygan gipsni 1 oydan keyin doktor o'zi ham hayron qolgan holda, opa, mana yaxshi bo'pti-ku deb gipsni olib tashlab, nima bergansiz dedi. To'g'risi doktor 1 oy ichida shu Hindistondan olib kelolmadim aytgan to'g'risi, lekin sizga ko'rsatgan marjon kalsiyni bera boshlaganman, mana shuni natijasi deganman. Allohga ming qatla shukr. Dozasi hammaga beriladigan shu 2 tadan berganman, ortiqcha bermaganman, lekin 1 oyda olgan natija. Bolam bilan birga o'zim ham iste'mol qila boshlaganman-da, bolamni kuzatish natijasida o'zim esimdan chiqib, oradan oylab o'tib, o'zimda ham kuchli bosh og'rig'i bor edi-ku, o'zimda ham poliartrit bor edi-ku. Shu narsalardan xalos bo'lganimni hatto sezmagan.